Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga atigi 1.300.000 so'm evaziga ikkitalik kameramiz komplektini ko'rsatib o'taman. Kameramiz TP-Link brendidan VG kameralari bo'ladi. Texnik xususiyatlariga o'tadigan bo'lsam, 2 megapikselda ovoz olish imkoniyatiga ega kameramiz odamni va transportni bemalol farqlay oladi. Harakat detektori bor va changdan va suvdan himoyalangan bo'ladi kameramiz. Plastmassaviy korpusda bo'ladi. Juda pishiq qilib ishlangan. To'rttali video registratorimiz 8 megapikselgacha bo'lgan kameralarni bemalol podдержка qila oladi. Keyinchalik yana kamera yetmay qolsa, ikkita yana добавка qilsalaring bo'laveradi. To'rttali POE switchimiz va 500 GB xotiramiz, televizorlarga ulash uchun HDMI kabellarimiz ham mavjud. Video registratorimiz Wi-Fi tarmog'ini podдержка qiladi. Kabel orqali ulab kameralarni bemalol telefoningizdan nazorat qilib tursangiz bo'ladi. Aytganimdek, atigi 1.300.000 so'm evaziga soni cheklangan, ulgurib qoling, pastda raqamlarni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldirish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.